To'xta, Risolat, To'xtamayman. Hozir hammasi o'sha. Hali ham o'shani yaxshi ko'rar ekansiz-da. Nimaga menga uylandingiz bo'lmasam? O'tmishda qolib ketdi u ishlar bo'ldi. Yo'q, ajrashaman. Voy, shuni deb ajrashmoqchiman. Ha, shunga ajrashmoqchiman. Bor, bilganingni qil. Birodar, 1 daqiqa, pulingiz kerak emas. 1 daqiqa. Ha, nima? Chekishdan topiladimi? Yo'q, chekmayman. Hayotda shuncha aziyat chekkanim yetadi demoqchisiz-da. Boray. Uydagilar majburlab uylantirishgan. Yo, har kuni urush janjal. Ko'rganim uchun so'radim. Shunaqa. To'g'risini aytsam, uydagilar majburlab uylantirgan. Ayolimda ko'nglim yo'q. Ana, jonimga tegib ketdi. To'ydan keyin yaxshi bo'lib ketadi deyishdi, lekin foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Ha, birodar. Menga qarang-chi. Uni hozir nechta farzandi bor? Ikkita. Yana bir savol. Yoningdagi qadrlimi yo ko'nglingdagimi? Ko'nglingdagi har doim qadrli bo'lar ekan. Shunga aytishadi-da. Yoningdagi ko'nglingga kira olmasa ekan, baribir ko'nglingdagi qadrli bo'lib qoladi. Shunaqa ekan. Mayli. Odamlar, muhabbat og'riqli bo'ladi. Agar sen haliyam og'riqni sezmagan bo'lsang, unda sen muhabbat neligini his qilmabsan. Rumi